O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston joni! Vatan! Mag'rur otam, vatanim meni! Munis onam, vatanim meni! Singlim opam, vatanim meni! Aziz bolam, vatanim meni! Askar! Askar! O'zbekiston o'g'loniman, ona vatan qalqoniman, tomirimda qutlug' qon, bobomdir sohib qiron, mardligi menga meros, men g'olib, men kuchli, men g'olib, men kuchli, men g'olib, men kuchli. Armiya shunchaki muassasa emas. Bu katta tarix va haqiqiy millatparvarlik, elparvarlik. Armiyada vatan uchun yoshligini, kuch-qudrati, hattoki jonini ham berishga tayyor bo'lgan yoshlar yig'iladi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men Xorazm viloyati Urganch shahridan Oddiy askar Soliyev Farruh bo'laman. Surxondaryo viloyati Denov tumanidan Oddiy askar Kamolov Erkin o'g'li. Men Jizzax viloyati Najmiddinov Davron. Diyorbek, Xorazm viloyati Urganch tumani. Armiya har kuni o'z kuchingizni sinab ko'radigan, tartib, intizom va mas'uliyat hayotini ajralmas qismiga aylangan maxsus muhit. Zot uyg'on! Zot uyg'on! Zot uyg'on! Zot tashqariga saflan! Zot tashqariga saflan! Zot tashqariga saflan! Chapga! Badan tarbiyaga qadam bos! Bir, ikki, uch. Harbiy xizmatning eng muhim xususiyatlaridan biri bu do'stlik ruhidir. U poligonda bo'lgan bitta voqea esimdan chiqmaydi. Kechasi oyoq kiyimlar tashqariga yechardi, tashqariga chiqib borardi, ichkari havo dabdala bo'lmasligi uchun qo'rqardi. Birinchi guruhmizda biz. Keyin aytardi bizga, "Saboga bitta aqran turlaring, almashib ertalab kecha 1 soat turlaring." Biz bitta bola bordi, uyg'onmaganda, turmagan. Turmayman degan, uyqusi kelgan turmayman degan. Birinchi guruh turg'izib olganda 3 ga cho'chib o'tirganda, keyin tashqarida o'tirib, borib saboga qarab o'tirganmiz. Birinchi guruh 20 ta bolalar o'tirganmiz. Tashqarida o'sha oy chiqsa yo'qolib ketsa keyin kiramiz deyishgan. Oy ham 3 ta yo'qolganda o'sha tepadan borib o'tiraverganmiz ungacha. Saboga qarab. Bu yerda umumiy sinovlar va jamoaviy ish fonida ko'pincha umr bo'yi davom etadigan do'stlik tug'iladi. Armiyada siz o'rtoqlaringizga ishonchni, qiyin paytlarda ularga suyanch bo'lishni o'rganasiz va ular o'z navbatida sizni doim qo'llab-quvvatlaydi, yordam berib boradi. Men kapitan Rasim Jasur Tolibovni Toshkent viloyati shahridan hozirgi kunda Mudofaa vazirligi qo'shinlarida xizmatdaman. Lavozimim vзвод komandiri. O'zimni bu vatan oldidagi burchimni o'tashimga meni undagan asosiy sabab deymizmi yoki undov deymizmi, yoshligimdan vatanni himoya qilishga bo'lgan intilishim, qiziqishim, televizor orqali ko'rsatilayotgan vatanparvar ko'rsatuvlar va shunga o'xshagan harbiy mazmundagi filmlar va ko'rsatuvlardan qiziqishim yanada ortgan va o'z oldimga maqsadni harbiy xizmatchi bo'laman deb qo'ydim. Harbiy xizmatning yana bir muhim jihati tartib, intizom. Bu yerda siz mas'uliyat va o'z-o'zini intizomga o'rgatadigan qat'iy qoidalar va kundalik rejimga rioya qilishingiz kerak. Ushbu ko'nikmalar hayotning har qanday sohasida foydali bo'ladi. Maqsadingizga erishishingizga yordam berib boradi. Belgilangan joylarga yugurib qadam bos! Joyingda. To'xta. O'ngga. O'ngga. Ortga. Saflan! Tekislan! Rostlan! Yurish kolonnasiga! Vзвод bo'lib!
Boshlovchi 1-batalyon 1-vзвод. Oshxonaga qo'shiq bilan. Qadam. Bos. Armiyaning barcha tuzilmalariga singib ketgan vatanparvarlikni ta'kidlab o'tish albatta joiz. Harbiy xizmat o'z vataniga xizmat qilish, uning manfaatlari va xavfsizligini himoya qilish demakdir. Harbiy xizmatning bu jihati unga alohida ma'no berib, uni chinakam ezgu ishga aylantiradi. Meni ismim Rufat, familiyam Tashanov, Asadning o'g'li. O'zim bir Samarqand viloyatining bir chekka tumanida, chekka qishloqda tug'ilganman. Mana shu harbiy bo'lish yoshligimdan orzu bo'lgan. Sababi yoshligimda o'sha harbiy xizmatga doir kinolarni ko'p ko'rganim va o'sha kompyuter o'yinlarini ko'p o'ynashim bu harbiylikka bir turtki bo'lgan. Har bir inson bir o'zini oldiga bir maqsad qo'yadi. Shu maqsadga erishish uchun harakat qilish kerak. Maqsad qo'yganing bilan unga harakat qilmasang erisha olmaysan. Keyin yana bir turtki bo'lgan narsa bu yoshligimda o'sha tog'amni harbiy libosda bizning uyimizga tashrif buyurishi bo'lgan. O'sha vaqtda ko'rib, tog'amni ofitserlik libosida ko'rib, shu darajada orzu havas qilganmanki, o'sha mana shu oiladagi bitta o'g'il farzand bo'lishimga qaramasdan, mana shu harbiy xizmat mashaqqatlarini his qilish uchun harbiyga bo'lgan qiziqishimni oxirgacha, ya'ni maqsadimga erishish uchun harakat qilganligim, ota-onam bir necha bor qarshilik ko'rsatgan. Harbiy xizmatga kelishimga. Sababi oilada bitta o'g'il farzand bu ota-onani sog'inchi, farzandga bo'lgan hislari, ya'ni o'sha farzandini sevishi, ya'ni bitta o'g'il farzand bo'lish o'zi bir katta bir baxt. Hozirgi paytda o'sha harbiy qismda boshlang'ich tashkilot yetakchisi lavozimida, undan tashqari harbiy qism vзвод komandirining tarbiyaviy mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimida va harbiy qismimizda faxriy qorovul jamoasi, o'sha faxriy qorovul jamoasining ustozi sifatida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Mana shu o'sib kelayotgan yoshlarimizga, yangi O'zbekistonimizning yoshlariga, mustaqil O'zbekiston armiyasiga kelishini, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar, harbiy xizmatchilarning ovqatidan tortib kiyayotgan liboslari va yotish turishlari, kun tartiblari hammasini o'zlari kelib, ko'zlari bilan ko'rib, amaliyotda bajarsa, o'shandagina harbiy xizmatni his qiladi. Harbiy xizmatda bu birinchi navbatda xizmatga kelishidan oldin har bir insonning moddiy jihatdan qiziqishi bo'ladi. Ya'ni harbiy xizmatchilarga yuqoriroq oylik to'lashi. Bu bejizga emas ekan. Sababi harbiy xizmatga kelganimda o'sha oliy ta'lim muassasasi, ya'ni Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurtiga o'qishga kirganimda qiziqishim va vatanparvarlik ruhi o'sha yerda shakllangan. Sababi oddiy misol qilib oladigan bo'lsak, bitta jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlarida o'sha bitta o'rtog'imizni orqada, safdan orqada qolishi va o'sha bir guruh shaxsiy tarkibi bilan borib o'sha o'rtog'imizdagi qanaqadir og'ir narsa bo'ladigan bo'lsa yo qanaqadir tobi qochgan bo'lsa, birgalikda yelkama-yelka olib kelishimiz, uni anjom maslahalarni asrashimiz, bu bir oddiy narsa emas. Oddiy qilib tushuntirish qiyin. Buni qachonki boshingdan o'tkazsang,
bilasan, his qilasan. Vatanparvarlik haqida gapiramiz. Bu vatanparvarlik avvalambor bu o'sha yoshimizni, qarimizmi, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar oiladagi muhitdan boshlanadi. Oiladagi tarbiyadan boshlanadi. Oilani shonli tarixi bo'lsa, o'sha o'sib kelayotgan yoshimiz ham vatanparvar uyg'onadi. Sababi ota-bobolarning 2 yillik davrdagi xizmatini, mashaqqatini oddiygina gapirib berishi, o'sha o'zini otasini farzandiga bo'lgan gapirib berishi o'sha yoshda qanaqadir bir tuyg'u uyg'otadi. Meni ham o'sha o'zimning otam 2 yillik xizmatdan Patmoskov deydi, o'sha Moskva viloyatining oldi hududlarida xizmatini gapirib bergan. Shu darajada qiyin bo'lganmi deganman. Yo'q, qiyin bo'lmagan, u mashaqqatli bo'lgan deydi. Bu mashaqqat boshqa narsa, qiyinchilik boshqa narsa. Harbiy xizmatga kelgan inson har doim o'zini yo'lini topadi. Sababi bu yerdagi o'sha ustozlik qilayotgan ofitserlari, serjantlari o'sha mashaqqatlardan sabot bilan yengib o'tib kelgan insonlar hisoblanadi. Shunday qilib, armiya shunchaki xizmat emas, balki hayot tarzidir. Bu yerda siz jamoaning bir qismi bo'lishni, intizom va mas'uliyatni namoyon qilishni, do'stlik va vatanparvarlikni rivojlantirishni o'rganasiz. Bu qadriyatlar insonga butun hayoti davomida hamroh bo'lib, unga yaxshi, kuchli va ishonchli bo'lishga yordam beradi. O'rta Osiyo hududlarida olib borilgan 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida o'tkazilgan bosqichma-bosqich jadidchilik harakati haqida gaplashamiz. Bunga hissa qo'shgan bizning buyuk ajdodlarimiz Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon kabi nomlarni eshitishimiz bilan bizda yorug' jadidlar ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Ular bizda qoldirgan asarlari esa beqiyos javonlarimizdan o'rin olgan. Abdulla Avloniy aytganidek, tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo falokat, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Abdulhamid o'g'li Sulaymon o'g'li Cho'lpon yozgan asarlarda esa o'sha davr nuqtai nazaridan olib qaralganda bizning mafkuramiz, dunyo qarashimiz qotib qolganligi haqida yoritib bergan. Ammo bu narsani uyg'otish uchun ular chet ellarda tahsil olib O'zbekistonning ilm faniga o'z hissalarini qo'shib borishgan. Ulardan bittasi Abdurauf Fitrat esa Turkiyada ta'lim olgan va O'rta Osiyoda jadidlar maktabining asoschilaridan biri hisoblanadi. U Toshkentda, Buxoroda va Qo'qonda ochilgan jadidchilik maktablariga rahnamolik qilgan guruhlar a'zosidan biri edi. Armiya shunchaki qurolli kuchlar emas. U har qanday davlat hayotining muhim rol o'ynaydigan murakkab va ko'p qirrali institutidir. Mamlakat suvereniti va hududiy yaxlitligini tashqi tahdidlardan himoya qiluvchi xavfsizlik kafolati hisoblanadi. Mag'lublik bilmagan hech Temur bobom, yovni yo'latmagan yurtga bir qadam, qo'lladay bobolar ruhlari mudom, g'olib o'g'londirman, g'olib o'g'lonman. Men g'olib yurtimga bosmonman, men g'olib yengilmas o'g'lonman, men g'olib shiori qalbimda, men g'olib g'ururi osmonman, men g'olib yurtimga bosmonman, men g'olib yengilmas o'g'lonman, men g'olib shiori qalbimda, men g'olib g'ururi osmonman. Yurtim senga erur, dilda aytarim, kunduz oftobimsan, tunda qamarim, sening g'alabangdir mening zafarim, g'olib o'g'londirman, g'olib o'g'lonman. Aytgan gapim gapu, so'zim o'q mening, ortimda vatan bor, ko'nglim to'q mening, mag'lub bo'lmoqlikka haqqim yo'q mening, g'olib o'g'londirman, g'olib o'g'lonman. Armiya vazifalari nimadan iborat? Birinchi o'rinda albatta mudofaa turadi. Armiyaning asosiy vazifasi mamlakatning harbiy harakatlari, boshqa davlatlar tomonidan bosqinchiliklardan himoya qilishdir.
kuchli armiya potensial tajovuzkorlikni to'xtatuvchi vosita bo'lib xizmat qiladi va shu bilan urush ehtimolini kamaytiradi. Qurolli Kuchlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar shofirligida tinchlikparvarlik operatsiyalarida qatnashishi mumkin. Ba'zi hollarda armiya ichki xavfsizlik masalalarini, masalan, terrorizm yoki tabiiy ofatlarga qarshi kurashish uchun chaqirilishi mumkin. Armiyaning jamiyat hayotdagi o'rni. Birinchi o'rinda vatanparvarlik turadi. Vatanparvarlik o'z yurtdan faxrlanish tuyg'ularini shakllantirishda armiya muhim o'rin tutadi. Harbiy xizmat nafaqat harbiy, balki fuqarolik hayotda ham muhim bo'lgan tartib, intizom, mas'uliyat, o'zini tuta bilish va boshqa fazilatlarni o'rgatadi. Armiyaning aholining nochor qatlamlari vakillari uchun ta'lim, kasb-hunar egallash va moliyaviy ahvolni yaxshilash imkoniyatini beruvchi ijtimoiy liftga aylanishi mumkin. Qaytarib o'taman, aylanishi mumkin. Armiya muammolari bilasizmi nimadan iborat? Birinchi o'rinda butun dunyo armiyasida birinchi muammo moliyalashtirish. Armiyani saqlash katta moddiy xarajatlarni talab qiladi. Bu esa budjetdan cheklangan mamlakatlar uchun muammo bo'lishi mumkin. Hazin butun dunyo bo'ylab ko'plab qo'shinlarga duch keladigan muammo bo'lib, ruhiy va tartib intizomga salbiy ta'sir qiladi. Keyingi muammo texnologik kechikishlar. Zamonaviy dunyoda armiya jangovar tayyor bo'lishi uchun doim qurol va texnikani modernizatsiya qilish kerak. Armiyaning kelajagi nima bo'ladi deysiz? Kelajakda armiyaning roli o'zgaradi. Bir tomondan tinchlikparvar operatsiyalar va gumanitar aralashuvlarga qo'yiladigan talablar kuchayadi. Boshqa tomondan harbiy harakatlar xarakterini o'zgartirishi mumkin bo'lgan yangi texnologiyalar rivojlanadi. Xulosa, armiya jamiyat hayotda muhim rol o'ynaydigan muhim institutdir. Bu mamlakat xavfsizligini ta'minlaydi, vatanparvarlik, tartib intizomni tarbiyalaydi. Shuningdek, aholining nochor qatlami uchun ijtimoiy liftga aylanishi mumkin. Armiya zamonaviy, yaxshi jihozlangan va professional bo'lishi bu albatta muhimdir. Keling endi do'stlar, armiyani bilib olaylik. Endi O'zbekiston armiyasi haqida to'xtalib o'tsak. O'zbekiston armiyasi ham dunyodagi barcha armiyalar qatori milliy xavfsizlikni ta'minlash, davlat manfaatlarini himoya qilish muhim o'rin tutadi. Markaziy Osiyoning markazida joylashgan O'zbekiston strategik joylashuvga ega bo'lib, uni jahon arenasining muhim o'yinchisiga aylantiradi. O'zbekiston armiyasi mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlashning asosiy elementidir. O'zbekistonning zamonaviy armiyasi boy tarixiy merosga ega. Uning ildizlari qadimiy zamonlardan, bu yerlar buyuk imperiyalar va sivilizatsiyalar tarkibiga kirgan. Bugungi armiya ana shu merosga asoslanib, o'tmishning eng yaxshi an'analari, zamonaviy texnologiyalari va jangovar tayyorgarlik usullari bilan uyg'unlashtirmoqda. O'zbekiston armiyasining asosiy xususiyatlaridan biri uning professionalligi va yuqori tayyorgarlik darajasidir. Askarlar va ofitserlar ham nazariy mashg'ulotlar ham amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan jiddiy tayyorgarlikni o'tadi. Buning samarasi O'zbekiston armiyasi turli tahdid va tahdidlarga, jumladan terrorizm, ekstremizm va transchegaraviy tahdidlarga qarshi samarali kurashyapti. O'zbekiston armiyasi xalqaro hamkorlik va tinchlikparvarlik operatsiyalarida faol ishtirok etmoqda. Mehr 1, Mehr 2, Mehr 3 operatsiyalari misol. O'zbekiston mustaqil davlat hamdo'stligi va boshqa xalqaro tashkilotlarning a'zosi bo'lib, bu unga mintaqa va jahondagi xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash masalalaridan boshqa davlatlar bilan faol hamkorlik qilish imkonini beradi. Shunday qilib, O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyo mintaqasidagi milliy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. U o'zining yuksak tayyorgarligi va kasbiy mahorati tufayli O'zbekiston hududida va uning tashqarisida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, turli chaqiriq va tahdidlarga samarali dosh berayotir. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari mamlakat suverenligi, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini kafolati hisoblanadi. Mustaqillikning 30 yilligida O'zbekistonda xalqaro maydonda davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir zamonaviy armiya yaratildi. Asosiy maqsadlar suverenlik va hududiy yaxlitlikni himoya qilish. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari mamlakatning tashqi tahdidlardan himoya qilish qalqonidir. Ichki xavfsizlikni ta'minlash. O'zbekiston armiyasi
terrorizm, ekstremizm, ichki xavfsizlikka tahdid soladigan boshqa tahdidlarga qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Amaliyotlarda ishtirok etish. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikparvar operatsiyalarida faol ishtirok etib, mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Tuzilishi: O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari quyidagilardan iborat. Birinchisi, quruqlikdagi kuchlar. Bu quruqlikdagi jangovar harakatlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan eng yirik qo'shin turi. 2. Harbiy havo kuchlar. O'zbekiston harbiy havo kuchlari havo ustunligini ta'minlaydi. Shuningdek, quruqlikdagi qo'shinlarga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi havo hujumidan mudofaa kuchlari mamlakat havo kengliklarini havo hujumlaridan himoya qiladi. Milliy gvardiya to'rtinchisi. Milliy gvardiya O'zbekiston Milliy gvardiyasi muhim davlat obyektlarini xavfsizligini ta'minlaydi va tartibsizliklarni nazorat qilishda ishtirok etadi. Oxirgi 5 yillikdagi islohotlar. Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarida armiyaning jangovar samaradorligini oshirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlarga quyidagilar kiradi. Qurol va harbiy texnikaning modernizatsiya qilish. O'zbekiston jahonning yetakchi ishlab chiqaruvchilaridan zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika sotib oladi. Harbiy kadrlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish. O'zbekistonda xalqaro standartlarga javob beradigan harbiy kadrlar tayyorlash tizimini yaratildi. Xalqaro hamkorlikni mustahkamlash. O'zbekiston mudofaa va xavfsizlik sohasida boshqa davlatlar bilan faol hamkorlik qilmoqda. Xulosa o'rnida shuni aytamanki, O'zbekiston armiyasi mintaqadagi tinchlik va barqarorlikni ishonchli himoyachisidir. Amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tobora jangovar, shay va zamonaviy bo'lib bormoqda. Onayizorim zinhor yig'lamang, o'g'lingizning bu qo'shig'iga ko'zlaringiz aslo namlamang. Qismatimiz axir vatanga, temir qushlar etmoqda bizni. Baland tog'lar bag'riga beraylik mayli jonimizni. Shu jonajon ona vatanga, olg'a jangga, faqat oldinga. Alloh madad bo'lsin bizlarga. Olg'a jangga, faqat oldinga. Amon bo'l askar, qaytib kel uyga. Yig'lamay yor ko'zlari xumor, sevgan yoring qaytar yoningga. Bilaman sen tunlari bedor, o'tirasan qarab rasmimga. Olg'a jangga, faqat oldinga. Alloh madad bo'lsin bizlarga. Olg'a jangga, faqat oldinga. Amon bo'l askar, qaytib kel uyga.